Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga Telegramdagi juda qiziqarli va foydali ma'lumotlar bilan tanishtiramiz. Telegramning ajoyib bir botlaridan birini tanishtirib o'tmoqchimiz. Telegramning rasmiy shaffoflik hisobotlarini ko'rsatib beradigan bot haqida bugun gaplashamiz. Bu botning vazifalari nimalardan iborat? Sizga qiziqqanlar tomonidan Telegramga so'rov yuborilgan bo'lsa, umumiy ma'lumotlarni ko'rsatadi. Masalan, sizga qiziqadiganlar sizning mamlakatingizda Telegramdan biror ma'lumot so'raganmi yoki yo'qmi? Aynan shuni bilib olishingiz mumkin. Bu bot sizga shaxsiy yozishmalar yoki kontentlaringizni ko'rsatmaydi. Chunki Telegram bularni hech qachon uchinchi tomonga bermaydi. Bu bot faqat sizga qiziqqanlar bo'yicha statistikani ko'rsatadi. Ushbu botni ishga tushirganingizdan so'ng Get Report, ya'ni hisobot olish tugmasini bosasiz va davlatni tanlaysiz. Shunda u sizga quyidagilarni ko'rsatadi. So'rov yuborilgan davr, sizga qiziqqanlar tomonidan nechta so'rov bo'lgan, Telegram ulardan nechta so'roviga bajargan. Agar siz yashayotgan joyda sizga qiziqadiganlar Telegramdan hech qanday ma'lumot so'ramagan bo'lsa, hisobotda bajarilgan so'rovlar 0 deb chiqadi. Ta'sir ko'rgan foydalanuvchilar yo'q degani. Bu siz haqingizda hech qanday rasmiy tekshiruv yoki so'rov bo'lmaganini bildiradi. Shuningdek, bu bot sizning akkauntingizni tasdiqlangan ekanini aniqlamaydi. Bu butunlay boshqa narsa. Faqat sizga qiziqqanlar va Telegram o'rtasidagi rasmiy statistik ma'lumotlarni ko'rsatadi. Eng muhimi, bu botning o'zi Telegram tomonidan tasdiqlangan, ya'ni ko'k belgiga ega. Bu uning to'liq rasmiy ekanini bildiradi. Xulosa qilib aytganda, bu bot Telegram qanchalik shaffof ishlashini ko'rsatadi. Oddiy va ishonchli vosita. Agar sizga qiziqqanlar siz haqingizda biror so'rov yuborgan bo'lsa, uni shu bot orqali bilishingiz mumkin. Yuborilmagan bo'lsa, hisobotda bu aniq ko'rinadi. O'z Telegramingizni tekshirilgan yoki tekshirilmaganligini aniqlashingiz uchun video tagidagi havola orqali o'tib, bot havolasini ham o'sha yerdan olishingiz mumkin. Diqqat bilan eshitganingiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.